Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli podpisчиклар, do'stlarim. Video oxirigacha ko'ringlar, o'tkazib yubormanglar. Sizda o'zingizga bog'liq. Hech qachon to'xtamang. O'zingiz yashayotgan hayot o'zingiz boshqaring. Birovlarning gapiga quloq solmang. Siz ustingizdan kelib g'iybat qilib, sizni gapingizni chaynab yurganlarni o'z holiga qo'yib qo'ying. Olov cho'q. Olov deylik. Olov bir nimani yondirmoqchi bo'lsa, u yonib kul bo'ladi, to'g'rimi? Agar yo'q bo'lsa, olov o'zini o'zi yondirib kulga aylanadi. Shuncha odamlar gapiga ko'p ham kirib, ularning yo'lida yurmang, ko'p ham. O'zingizga to'g'ri bo'ling. Intiling. Bilim o'rganing. Hozirgi qilgan mehnatlaringiz kelajakda juda ham katta sizga yordam berishi mumkin. Tushunyapsizmi? Bir o'zingiz uyda qolib fikrlang. Nima qilish kerakligi haqida o'ylang. Uni siz yaxshi bilasiz. Men sizga uni tushuntirib bera olmayman. Uni o'zingiz topishingiz kerak. U chunki sizning taqdiringiz. Men sizga pojarniy bo'lsam, pojarniy bo'lib keta olmaysiz-ku. Himoyachi bo'lsam, siz himoyachi bo'lib ketasiz. Hamma himoyachi bo'lib qolmaydi. Shuning uchun o'zingiz yo'lingizni o'zingiz topib oling. O'zingiz ustida ishlang. Ko'proq ishlang. Erinmang. Hozirgi ekilgan navda katta daraxt bo'lishi mumkin. Kichkinagina urug'cha ko'zga ko'rinar ko'rinmas. Urug'chani eksangiz bir necha yillardan keyin katta daraxt bo'ladi. Hozir siz o'sha urug'chani ekishga harakat qiling. O'ylang. Chuqurroq o'ylang. O'ylovga ham ko'p kirib ketib qolmang. O'zingiz ustingizda ishlang. Tafakkur qiling. Tafakkur eng kuchli, irodangizni kuchli qiladigan narsa. Ana keyin rezultat shunchalik kuchli bo'ladi, daryo bo'lib oqib keladi sizga imkoniyatlar qanchalar ko'p va maroqli. Kitob o'qing. Tafakkur qilishda davom eting. To'xtab qolmang. Sizda ko'p narsalar gapirishadi. Sizni incitishadi. Sizni bilan gaplashib to'xlashmaydi. Ammo siz o'zligingizni yo'qotib qo'ymang. Siz bo'lmasa boshqa kim? Allohni zikr qiling. So'rang. Harakatni to'xtatmang, do'stim. Eng zo'ri siz va Alloh o'rtasidagi muloqot.
ikkovlashib. Hech kim yo'qligida. Mana muloqot. Ana o'zingizga qaratilgan fikr. Subhanalloh. Shu ishlarni bajaring. Zaiflashib qolmang. Irodani sindirmang. Hozir ketayotgan yo'lingizda sizni yo'lingiz. Katta qiyinchiliklar tug'iladi. Qiyinchiliklarga chidang. Har doim aytgandek, shayton yo'liga kirmang. Ikkita variant bo'ladi har doim. Ikkita. Bittasi yaxshi, bittasi yomon. Fikr keladi. Qanday fikr? Kelgan fikr to'g'ri fikr. Ikkinchisi u negativ bo'lib keladi. Misol, shu ishni qilsam yaxshi bo'ladi. Ikkinchi fikr, qilmasamchi? Tushunyapsizmi? Shuning uchun birinchi kelgan fikrda ustida ishlaymiz. Ikkinchisi u negativ. Ikkinchisi yolg'on. Birinchisi chin. Chunki birinchi fikr ustida ishlang. Qolgan hamma narsani unuting. O'sha ish ustida bosh qotiring. Ana o'sha sizni yaxshi yo'lga olib boradi. Ikkinchi fikr negativ, har doim aytgandek. Negativ ko'p ham yo'l qo'ymang. Tushundingizmi? Birinchi kelgan fikr haqiqiy, hayotiy, ikkinchisi negativ. Video sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Kommentariy yozishni unutmang. Kanalimizga podpiska qilishni ham. Hammaga ko'rishguncha deb qolamiz. Cho'qqilarda ko'rishguncha. Xayr.